alaykum hurmatli YouTube, Instagram, Facebook kanalimizning muxlislarimiz va azizlarim. Sizlar bilan Marbuba Majidova. Men sizlarga shuni aytmoqchimanki, mana 10 kun bo'ldi Toshkent shahar Yashnobod tumani 2-sonli klinik shifoxonasida men davolandim. Shifo topdim. Men o'z minnatdorchiligimni bildirmoqchiman mana shu rahbariyati Ro'ziyev Umidjon Saidovichga, barcha shifokorlarga o'z minnatdorchiligimni bildirmoqchiman. Bu shifoxona menga juda ham yoqdi. Haqiqatan ham men shifo topdim. Endi esa shu shifoxonani shart-sharoitlari bilan tanishtiraman. Demak, ketdik. Hurmatli tomoshabinlar, bu nevrokardiologiya pulli xizmat. Qani ketdik. Hamma ishlayapti. Odam o'rganib qolarkan. Sog'ilib qoldim. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Sog'ligingiz yaxshimi? Rahmat. O'zingizlar yaxshimisizlar? Mana bugun mehmon bo'lib keldim. Juda ham yoqdi menga. Shuning uchun bugun shart-sharoitlarni o'rganib, ko'rsatib, mana shu barcha tomoshabinlarga tavsiya qilyapman. Charchamanglar, sog' bo'linglar. Rahmat. 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 Mana ko'rib turganingizdek, mana sharoitlarni ko'ringlar. Menimcha hozir hamma uxlayapti. Chekichez, nima bo'lsa vizita qilib qo'ydim. Bu nevrokardiologiya. Ketdik. Hurmatli tomoshabinlar, bek terapiya. Men mana shu terapiyada yoqdim. Tomoshabinlar, xudo xolasa qolganini tomosha qilasizlar. Barcha shart-sharoitlarni men sizlarga namoyish etaman va albatta kelib davolanishligiga tavsiya qilaman. Mana marhamat sharoitlari. Biz bu yerda dam olardik. Mana qarang. Juda ham toza hamshiralari, shifokorlari, bir nima deydi, muomala madaniyat juda ham kuchli bu yerda. Vaholanki, men shifo topdim. Ko'rib turganingizdek, mana chiroyli, oddiy, binoydek bo'lib qoldim. Kelinglar, tavsiya qilamiz, qolganini tomosha qiling. Ketdik. Hurmatli tomoshabinlar, mana shu 12-palatada men yotgandim. Endi vizita qilamiz, qani ketdik. Lekin shunaqa sharoiti zo'r. Assalomu alaykum. Mumkinmi? Yaxshimisiz xolajon? Sog'ligingiz yaxshimi? Alhamdulillah. Charcharing, yaxshi o'tiribsizmi? Voy, men shu holatida yotuvdim. Voy, qanday? Mayli o'tirsam. Xolajon, ruxsat bersangiz. Ilohim, taniysan. Umringiz uzoq bo'lsin, kasb-koringiz baraka bersin, tan joningiz sog' bo'lsin, umr joningiz uzoq bo'lsin. Rahmat. Omadinglarni bersin, ishlaringlarni rivojini bersin, baxtinglarni ham bersin, farzandlarni rohatini ko'rib yaxshi to'ylar qilinglar. Hurmatli tomoshabinlar, mana shunchalik odamlar shu 2-sonlik klinik shifoxonasidan shifo topib kelishibdi. Vaholanki qarang, qanchalik xursand. Xolajon, qachondan beri mana shifoxonaga kelasiz? Necha yillar davomida? Men bir 10 yil bo'ldi. Faqat Qodirga qaradim. Rosa yaxshilar. Zo'rlar, unaqa odam yo'q. Doktorlar albatta hammasi yaxshi. Hammasi yaxshi. Lekin nima bilan, qaysi diagnoz bilan yotdingiz? Menmi? Dominam bo'ladi ko'pincha. Oyoq og'riq, yumshoq bekardan bo'ladi. Umringiz Oyoq og'rib qoladi bo'ladi. Dominamdan kelaman. Darrov survazadi. Yaxshi qo'yishdi mana 3 kun yotdim. 3 kun ichida qarang, uni xursand. Yaxshi bo'ldi. Oyog'im og'rib qoldi. Rostdan. Qo'ygan kompensatsiyalardan, Zo'r. Ishonasizmi xolajon, mana masal bo'lmay qoldi. Biz ham ijodkormiz. Ishimiz ko'p. Mana to'g'risi aytsam, buqog'im bilan keldim, yurakga ozgina nima berdi? Buqoq bilasiz o'zingiz, yurakka beradi. Yurak hamma yoqda nima qiladi? Panический атака deyiladimi? Umuman больницada yotaman deb o'ylamadim. Lekin bundan oldin grija bilan yotuvdim, bu yerda emas, boshqa shifoxonada, частныйda. Lekin
o'zimizda yaqin qarang, men o'zim yaqin joyda turaman. O'tirasiz. Yashnobod tumani mana shu Do'stlik bog'ini yonida yana ozgina yursak 32 sonlik o'zimizni klinika, oilaviy klinikamiz yonida bor ekan. Men bilmayman. Lekin men ham juda ham xursandman xolajon. Iloyim umringiz bo'lsin. Bolalaringiz rohatini ko'ring. 5 ta bola, hammasi uyli joyli. Ana shu farzandlaringiz bor ekan. Mana shular sizni olib kelib davolatishmoqda. Iloyim farzandlaringiz rohatini kamolini ko'ring. Kasal bo'lmang. Yaxshi kunlarda ko'rishaylik. Mana shu palatada men yotganman. Xolajon ismingiz nima? Sharofat. Sharofat. Ismoilov Sharofat. Ismoilov. Har yili 10 yildan kelaman. 10 yildan beri. O'zi chiqaringiz og'riydi, lekin kelaverasiz. Og'riydi. Og'riydimi? Grizalarim bor. 5 ta griza. Bo'ynimda bor 2 ta griza. Qo'limga nimalar qilishyapti. Qo'lim olib qoladi grizadan. Bitta fiziologiyalari ham Fiziologiyalari ham zo'r. Shularni qildirib mana 3 kun bo'ldi kelganim. Yaxshi bo'lib qoldi. Oyog'im yurmayapti. Yaxshi bo'lib qoldi. Ana tomoshabinlar ko'rdinglarmi? Xolajon, iloyim dardingizga shifo bersin. Alloh tuzalib keting. Sog'lik ko'rganlar bo'lsin. Kasbingizga baraka bersin. Rahmat. Sog' bo'ling xolajon, tuzalib keting. Siz bezatib qo'ydik. Yo'q, rahmat. Xo'p, sog' bo'ling. Salomat bo'ling. Ana ko'rib turganinglardek, qancha odamlar shifo topishyapti. Endi qolganini tomosha qiling. Ketdik. Assalomu alaykum, hurmatli hamkasblar. Bugungi navbatdagi yig'ilishimizni boshlaymiz. Marhamat, приемный покойlarni bugun boshlaymiz. Aka Sharafiddin 12-chi palatali bemorimiz ahvoli qanaqa? Rahimova Ziyoda opa 1950-yilda tug'ilganlar. Kelganda ahvollari o'rta og'ir edi. Politopniy желудочный ekstrasitallari bor edi, oyoqlarida shishlar bor edi, hansirashlar bor edi. Yo'q, Xudoga shukr, kardiogramma qildik. Bir kunlik nima deydi, Holterskiy monitoringini qildik. Aritmiyani anaqasini aniqladik. Qanaqa tip aritmiya aniqladim. Shunga yarasha davoladim. Mana bugun 5-kun. Bemorda ahvoli yaxshilandi. Kayfiyati yaxshilandi. Aritmiyalar почти ketdi. Ayol kelganda bemor yura olmas edi, unchalik hojatxonalarga bora olmas edi. Hozir yaxshi, o'zlari yurib, ishtahalari ochildi, ahvollari ancha yaxshilandi. Assalomu alaykum. Men shifokor Azimov Abduqodir Habibullayevich, Ikkinchi son shahar klinik shifoxonasining terapiya bo'limi mudiriman. Bu ikkinchi son shahar klinik shifoxonasida 20 yildan beri faoliyat olib bormoqdaman. Shifoxonamizda bizda o'rinlari 30 koykalik ichki kasalliklarga terapiyaga, 30 koyka kardiologiya mo'ljallangan, 35 koyka xo'jalik hisobidagi pulli xizmat faoliyat olib boradigan koykalarimiz mavjud. Shifoxona shu paytgacha 2022-yilda ikkinchi son shahar klinik shifoxonasiga o'zgartirilgan. Bosh shifokorimiz Ro'ziyev Umid Saidovich. Shu bilan birgalikda oldin 5 shifoxonamiz bizda Olmazor tumanida joylashgan bo'lgan Ulug'bek urush nogironlar
shifoxonasi nomlangan edi. Mustaqillikkacha, mustaqillikdan keyin biz Nuroniy shahar klinik shifoxonasi bo'lgan edik. 22-yilgacha o'sha paytda bizga ulug' vatan urushi qatnashchilari, mehnat orqasidan frontdagi qatnashchilar, Afg'on, Chernobylchi hamda yolg'iz qariyalar davolanib kelar edi. Albatta yillar davomida o'zgarish bo'lgandan keyin 2022-yildan boshlab bizlar ikkinchi son shahar klinik shifoxonasiga aylanganmiz. Bugungi kunda shifoxonamizda barcha bu muolajalar hamda bo'limlar mavjud bo'lib, kardiologik shifokorlarimiz ishlaydi. Oliy toifali shifokorimiz kardiologiyada Adilova Nargiza Aripovna hamda kafedra mudirlari bu shifokorimiz tomonidan tibbiyotdagi stomatologiya fakultetiga bolalarga dars berib keladi. Ikkinchisi mamlakat Sharafuddinova oliy toifali shifokor hamda Babayev Nasim Malikovich intensiv terapiya bo'lim mudirlari, Suraya Abduqahharovna nevrologik bo'lim mudirlari, shu bilan birgalikda G'ulomova Dilbar Hasanova oliy toifali shifokor terapevt faoliyat olib boradi. Shifoxonamiz bundan tashqari bizda fizioterapevtik bo'limlarimiz mavjud. Bu fizioterapevtik bo'limlarimizda barcha uqalash amallarini hamda kerakli muolajalarni yuritamiz va shu bilan birgalikda davolaymiz. Shifoxonamiz albatta 2 gektar atrofida mo'ljallangan yerlarimiz mavjud. Bu barcha biz yerlarni obodonlashtirish ishlarini juda ham olib borganmiz. Suvlar bilan hamda archazorlar bilan, salqinlik bilan, albatta qo'yiladigan barcha skameykalarimizda yoki bo'lmasam shu atrofdagi muhitlarda gullar bilan bezatilgan. Hordiq chiqarishga, shu bilan birgalikda shifoxonamiz albatta Yashnobod tumanida joylashgan, Toshkent shahrida. Keyin yonimizda Do'stlik parki ham mavjud va birgalikda bu anhor qarasuv oqib o'tadi. Albatta bu tinchlik, sokinlikni xohlaydi ko'p bemorlarimiz. O'sha uchun atrofdagi shovqin-suronlardan biz yiroqdamiz. Bundan tashqari fizioterapevtik muolajalarimizda bizlar yangi modellardagi davolash usullarini yo'lga qo'yganmiz. Yangi apparaturalar olganmiz albatta. Inson sog'lig'ini saqlash maqsadida traksion, ya'ni bellarda umurtqa pog'onalarini tortadigan apparatlarimiz mavjud. LFK'larimiz bor. Bizda veloergometriyalarimiz bor. Bundan tashqari bu veloergometriyada yurak faoliyatidagi ya'ni qo'shimcha nagruzkalar berib davolashda foydalanamiz. Massaj, uqalash usullari bor. Azikrit, parafin, ozona terapiyalari yo'lga qo'yilgan. Shu bilan birgalikda kardiologiya bo'limimizda smart apparatlari bor. Bu degani ya'ni kardiologik bemorlarning qon bosimini 24 soat davomida o'lchab, shunga qarab albatta dori-darmonlarini biz regulirovka, ya'ni taqsimlab berishda faoliyat olib boramiz. Shu bilan birgalikda hamda Holter monitoringi bor. Albatta bu aritmik turlari bo'ladi. Yurakni 24 soatda qanaqa urishlari bo'ladigan bo'lsa, biz shularni qarab Holter bilan aniqlab hamda tashxis qo'yishda qo'shimcha metodlarni ishlatamiz. Nevrologik soha bo'yicha bizda elektroensefalografiya apparatlarimiz mavjud. Bu degani bosh miyani chayqalishida yoki bo'lmasa tutonoq xurujlarini aniqlashda bosh miyaning ichki bosimlari oshadigan payt bo'lganda o'shalarni tekshiruv apparatlari mavjud. Shu bilan ultratovush, albatta bu ultratovushda ichki organlarimiz, o't, pufak, buyrak, a'zolarni tekshiradigan va hamda yangi rentgen apparatlar o'rnatganmiz. Albatta bu rentgenlarda bo'yin sohasi bo'ladimi, bel bo'ladimi, o'pka sohalarini barcha tekshiruvlarni o'tkazamiz. Shifoxonamizda yotadigan bemorlarning hammasi bizlar umumiy davolaymiz. Nevrologik, kardiologik hamda terapevtik kasallarni shifoxona bu rejali bo'lganligi uchun albatta rejali davo oladigan, yil davomida olinadigan bemorlarning barchasini biz davolaymiz va harakat qilamizki, hammasini tuzatib yuborishga o'z qo'limizdan kelgan barcha yordamlarimizni va tekshiruv natijalarini hamda mutaxassislar xulosasiga binoan albatta rejali davo olib boriladi shifoxonada. Albatta shifoxonamizda aprel oyigacha 25-yilgacha orderni sistemada edi, lekin Sog'liqni saqlash boshqarmasi tomonidan hozirgi kunda bizlar sug'urta faoliyatiga o'tkazishga munosabati bilan may oyidan boshlab order sistemalari bizda to'xtatilgan. Albatta bemorlarning barcha 12 ta tuman tibbiyot birlashmalari kelishilgan holda va hamda dispanser nazoratida turganlarga yo'llanma beriladi. Albatta bu yo'llanmalar bilan kelganda barcha tekshiruvlarni o'tib kelish kerak
va shu asosda bizlar rejali davo olib boramiz. Lekin xo'jalik 35 qo'ykali xo'jalik bo'limimiz bor. Bularda yoshi albatta o'sha 18-20 yoshdan oshgan barcha turdagi bemorlarimiz kardiologikmi, nevrologikmi va hokazo faqatgina xirurgiya jarrohdan tashqari yoki lor sohasidan tashqari bo'ladigan bo'lsa, albatta terapevtik, nevrologik, kardiologik bemorlarimiz kelib davolansa bo'ladi. Murojaat qiladi. Albatta murojaati bo'limiz mavjud. Bu uchun alohida o'zi dori-darmon hisoboti alohida ketiladi. Hamma vaqt murojaatiga qarab bemorlarni yotqizib biz davolaymiz. Shifoxonamizda albatta bizda 20 yoshdan yuqori 30, 40, 50, 60, 70 yosh bo'lgan erkaklar hamda ayollar barchasi bizni shifoxonaga davo olsa bo'ladi. Albatta sug'urta tarafidan o'z turar joylaridagi poliklinikalardan sug'urta yo'llanmasi bo'lgan holda, sug'urta yo'llanmasi bo'lmagan holda albatta bizning xo'jalik bo'limimiz mavjud, pulli xizmatga biz xizmat qilamiz va bemalol joylarimiz mavjud. O'sha shu soha bo'yicha agar murojaat qiladigan bo'lsa, bemalol kelib davolanib ketishlari mumkin. Shu bilan birgalikda bizning Ekinsohon shahar klinik shifoxonasi bazasida Toshkent davlat tibbiyot universitetining ichki kasalliklar kafedralari mavjud. Birgalikda domlalar bilan, domla professorlar bilan albatta o'zining natijalari, o'zining ya'ni bilimlarini barcha bemorlarimizga konsultatsiyalarini ayamasdan yaxshi davo olish uchun o'z hissalarini qo'shib kelmoqda. Ekinson shahar klinik shifoxonasida nevrologiya bo'limimiz 60 o'ringa mo'ljallangan. Bu bo'limda bizlarda bemorlarimizdan insultdan keyingi holatlar, bosh miya jarohatidan keyingi holatlar, tutunib xurishlari, epileptik xurishlar, qolaversa barcha nevrologik kasallar yotib davolanadi. Koordinatorimiz G'afurova Dilbar Hasanovna oliy toifali shifokor, ko'p yillardan beri ishlab keladi. Albatta yaxshi mutaxassis, terapevt hamda barcha kasalliklarni davolashda, tashxis qo'yishlarda o'zining bilim darajalarini ayamasdan yordam beradi. Va shifoxonamizda oshxonamiz mavjud. Albatta bu oshxonada barcha bemorlarimizni yana kasalligiga qarab parhez taomlar tayyorlanadi. Albatta oshqozon kasalligi, o'tqoq kasalliklari birinchi stol hamda yurak xastaliklari 10, 15, qandli diabetlari uchun 9 stollarda parhez taomlar tayyorlanadi va birinchi hamda ikkinchi va salatlar qilib beriladi. Shermuhamedov Hojiakbar Rashidovich 67 yoshdaman. Haligi pensionerman. 156-maktabda Milliy gvardiyada ham ishlayman, yosh avlod tarbiyasi bo'yicha. Mana Xudoga shukr, mana shu yerda ancha yildan beri ishlayotgan bizani shifokorimiz bor, Mamlakat Ibragimova. Ularga mindan ming rahmat. Mana shu yo'llarda kamarbasta bo'lib turgan hamma hamshiralarga, hamma mana shu yurgan ishchi xodimlarga ham mindan ming rahmat. Hamma sharoitlarni bizlar uchun yaratib qo'yishyapti bular qo'ldan kelgancha. Hamma yog'imiz mana ko'p haligi archalar ekilgan, o'tlar sepilgan, hamma yoqda haligi muzdakkina anaqa qora suvni bo'yida maza qilib shifoxonada dam olamiz. Yurak ishemiya kasalligi bo'yicha men haligi davolanaman. Harbiy xizmat nogironiman 48 yildan beri. Mana shular qo'ldan kelgancha bizlarga yordam berib, bizani sog'lig'imizni tiklab, mana 8 kun yotamiz, 8 kun ichida davolab chiqarishadi. Mindan ming rahmat hamma shifokorlarga, shu yerdagi hamshiralarga, shu yerdagi anaqa meditsina xodimlariga rahmat juda katta. Avvalambor prezidentimizga rahmat, shunchalik bizga shu sharoitlarni yaratib berayotganlari uchun. Sog'liqni saqlash vazirligiga rahmat. Hammalarning umrlari uzoq bo'lsin. Rahmat ko'pdan ko'p.
Rahmatova Diloraman. Mana shu shifoxonada, ikkinchi shahar shifoxonasida har yil bitta kelib yotib ketaman. Juda mana shu shifokorlardan, rahbariyatidan, vrachlaridan juda minnatdorman. Har kelganimda shu yotganimdan keyin o'zimni juda yaxshi his qilaman. O'zi diagnozim gipertoniya. Yaxshi davolanib ketaman. Shularga hammasiga rahmat. Shifokorlarga ham, medsestralarga ham, sanitarkalarga ham hammasi juda ham yaxshi qarashadi. Men o'zim ham 40 yil shifoxonada ishlaganman. 15-yuqumli shifoxonasida ishlaganman. Shifokor bo'lish juda ham qiyin. Odam nafaqat shu davolash, balki yaxshi kayfiyat odamlarga berish, odamlarni shu yaxshi настроенияda shu больницаdan chiqish, o'sha doktorlarga juda ham katta rahmat hammasiga. Lecheniyalar ham juda ham yaxshi. Hammasi professional darajada bo'ladi, hamma lecheniyalar. Juda ham minnatdor bizga, rahmat. 25 yildan bir mashqqa kelib davolanaman. Nafaqat doktorlar, mana shu tabiat o'zi, hovlilari shunaqa chiroyli, shunaqa yoqadi menga. Hammasi joyida, juda ham chiroyli, yaxshi joylar. Ishga kelib davolaninglar. Juda ham havolari ham yaxshi, odamlari ham yaxshi. Hammasi joyida. Shu o'rinda shu shifoxonaning glavvrachi Umidjonga ming rahmat. Ularni shifokorlarga, Dilbar Hasanovaga, Abduqodir akaga, Suroyaxonga hammasiga rahmat. Juda ham ajoyib shifokorlar. Assalomu alaykum. Bugungi bemorimiz поясничный отдел грыжа diska bilan kelganlar. Hozir praktika kravatida birinchi muolajani boshlaymiz.
psixologik apparatimiz bosh miyada ichki qon bosimi aylanishini hamda bosh miyada qon aylanishi va kislorod bilan ta'minlanishini o'lchab beradi. Bosh og'rig'i bilan shikoyat qilgan bemorlarimizda ilk oy tekshiruvni o'tkazamiz. Shunga qarab davolash uchun tavsiya beramiz. Azon boshlashdan oldin natriy xloridni azonga to'yintirib olamiz, kislorodga to'yintirib olamiz. Keyin vaqt o'tgandan so'ng o'chiriladi. Joyiga qo'yiladi. Sterilni stolga olib qo'yiladi. Azonoterapiya asosan bemorlarga boshiga, yuragiga kislorod uchun qo'yiladi. Boshdagi yuragiga gipoksiyani yaxshilaydi. Xush kelibsizlar bizani 2-son shahar klinik shifoxonamizga. Man Sharofova Nargiza Ismatovayevna, 2-shahar klinik shifoxonasini vrach laborantiman. Bo'limimizda quyidagi tahlillar o'tkaziladi. Biokimik tahlillar, bu avtomat analizatorimiz, biodekoagulogramma analizatorimiz bor. Genet sistemasi bo'yicha ishlaymiz va genet sistemasida mana hamshiralarimiz analizda chiqqan javoblarni bo'limga yo'naltiradi. Boshqa xonalarimizda yana gematologik analizatorlarimiz bor. Ularda tahlillar, umumiy qon tahlili, umumiy siydik tahlillari, koagulogramma va biokimiya umumiy tahlillari o'tkaziladi. Shahar klinik shifoxonamizda quyidagi apparatlarda mana gematologik analizatorimiz bor. Buni oxirgi поколение DS-103. Apparatda 20 показатель ko'rsatadi. Bunda izlatyon, monotsit, leykotsit hamma bemorlarimiz to'g'ri davo olishi uchun birinchi navbatda to'g'ri diagnostika tahlil qilishimiz kerak. Shuning uchun bizda hamma sharoitlarimiz mavjud. Mikroskopiya tahlillari bor. Mikroskopiya tahlillarida siydik umumiy tahlillari, axlat, mazok bilan ko'rishimiz mumkin. Bularda qizlarimiz o'zini malakasini oshirib kelishgan va to'g'ri tahlil natijalarini berishga harakat qilib turibmiz. Bizning shifoxonamizga keling va shifo topib, xursand bo'lib, sog'lig'ingizni tiklab oling.
Shifoxonamizga bizga davolanadigan bemorlarning barchasi 20 yoshdan yuqori, 70-80 yosh bo'lsa ham shu atrofdagi hammasini bizlar davolaymiz. Qo'limizdan kelguncha albatta shifokorlar bilan birgalikda bizni shifoxonamizga marhamat tashrif buyuring va o'ylaymanki siz sog'lig'ingizni tiklab berishda o'z himmatimizni qo'shamiz degan umiddamiz.